Assalomu alaykum aziz insonlar. Inson joni uzilgandan so'ng insonni jismi 99% holatda nobud bo'ladi. Faqat 1% holatda, ya'ni miya hujayralari qisqa vaqtga tirik qoladi. Buni asosiy sababi shuki, bunday bo'lishiga sabab shuki, inson jon berayotgan paytda inson jismida mavjud bo'lgan energiya 99% inson joni bilan birga tashqariga chiqib ketadi. Inson jismini tark etib. Faqat 1% energiya inson jismida mavjud bo'lgan energiyaning bir qismi inson jismida saqlanib qoladi. Va mana shu energiya miya hujayralarini qisqa vaqt yashashiga sababchi bo'ladi. Inson so'nggi nafasini olganda va so'nggi nafasini chiqarayotgan paytda, nafas olganda kislorod inson jismiga kirib karbonat angidrid gaziga aylanib chiqayotgan paytda 99% holatda insonni joni bilan birga insonni jismini tark etadi. Inson nobud bo'ladi. Lekin 1% karbonat angidrid gazi insonni jismida qisqa vaqtga saqlanib qoladi. Inson o'lgandan so'ng. Va miya hujayralariga o'sha 1%li saqlanib qolgan inson jismida qolgan miya hujayralariga ta'sir qilib, miya hujayralarini tirik holatda ushlab turgan energiya ta'sirida mavjud bo'lgan tirik miya hujayralariga karbonat angidrid gazi yetib borib, ularni miya hujayralarini karaxt holatga tushiradi. Natijada miya hujayralari har bittasi o'zida saqlab qolgan xotirani, ya'ni inson tiriklik paytda toki tug'ilgandan tortib o'lgunga qadar bo'lgan hayotidagi barcha voqealarni miya hujayralari o'ziga saqlab qolgan bo'ladi, saqlanib qo'ygan bo'ladi. Ana shu xotiralarni miya hujayralari birma-bir insonga eslatadi. Inson birma-bir o'sha miya hujayralarida saqlanib qolgan xotirani eslab bo'lgach, har bir miya hujayrasi o'zida saqlab qolgan xotirani insonga eslatib bo'lgandan so'ng nobud bo'la boshlaydi, nobud bo'ladi. Va birin-ketin inson barcha hujayralari nobud bo'ladi. Inson shu vaqt ichida barcha hayoti davomidagi narsalarni bir-bir xotiralab eslaydi. Va natijada butun tug'ilgandan tortib o'lgunga qadar bo'lgan voqealarni hammasini eslab bo'lgandan so'ng birma-bir shu xotirani eslatgan, o'zida saqlab qolgan hujayralar birma-bir nobud bo'ladi. Har bir hujayra bittadan xotirani eslab qolgan bo'ladi. O'sha xotiralarni hammasini xotiralab eslab bo'lgandan so'ng birin-ketin miya hujayralari nobud bo'lgandan so'ng inson jismida mavjud bo'lgan energiya ham tamom bo'ladi va hujayralar ham birin-ketin miya hujayralari nobud bo'ladi va inson jismida saqlanib qolgan karbonat angidrid gazi ham inson jismidan chiqib ketadi. Natijada inson 100% halok bo'ladi, o'ladi. Biologik o'lim mana shunday bo'ladi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.